Assalomu alaykum. Yaxshimisizlar? Yaxshi keldinglarmi? Qizil chiziq bormi, yo'qmi? 2. Tegida kommunikatsiya o'tganmi, yo'qmi? 3. Sizlar как mutaxassis o'sha yerga joylashtirsa bo'ladimi, yo'qmi? Spravka qilib berasizlar. Eng kerakli narsa konservatsiya hududi emasmi? Tegida kommunikatsiya o'tmaganmi? Tushuntira olib, keyin xalqqa qulay bo'lish kerak. Undan keyin hammasini qilib bo'lganimizdan keyin eng yaxshisi mana shu 3 ta masala. Agar xo'p desanglar, dodalar, joyiga chiqaylik, mahalla idorasiga boraylik, hammamiz gruppa qilib o'sha yerga borib, o'sha yerda qilaylik shuni. Besh mashina ishlab tushib, to'kib qo'ygan edik. Shundan yana bo'lib, mashina bo'lib qolib ketgan. Dodam, boraman joyiga. Rahmat. Rahmat. Hozir Bo'linglar, ishinglarga rivoj. rahmat. Dushanba kuni yotasizmi? Bo'ldi, dushanba kuni yotasiz, Ajar Fazlish yotganlaridan keyin menga aytasiz, men o'zim boraman. Bo'ladimi shunaqa qilsak? Rahmat katta, yaxshi bo'ling. Turadi, undan keyin respublikanskiga o'tkazib beraman keyin. Orderingiz keyincha. Bo'ladimi? Mana Bugun yoting, mana hozir bugun mashina olib boraman, shu yotqizib qo'yamiz. Pulmonolog, lekin bu yerda o'zimizning tekstilniy bolnitsamizda hamma yo'nalish bo'yicha vrachlar bor. Sharoitingiz bormi yotishga? Uyingizda odam bormi? Bo'ldi. Bugun yotasizmi? mayli. Men sizni ko'rgani boraman, keyin o'sha yerda gaplashib olamiz, xo'pmi? Gipertoniya, IBS, yurak, kardiologiya deyaptilar. Bizda kardiologiya bo'limi bormi? Kardiologiya bo'linmasi, yaxshi kardiologimiz bor o'zimizda. Doimiy nazoratga olib, to'liq o'sha kasalliklarning lechini qilib beramiz. Bo'ladimi shunaqa qilsak, qachon yotasiz? Qachon order bersangiz? Order yo'q sizga, bugun boravering. Siz qabul qilib olishadi. Bo'ladimi? Qachon yotasiz? Bugunmi? Rahmat katta, yaxshi boring. Eng keragichi, ruhan tushmay qarang, doktorlar yoningizda. Yaxshimi? Yaxshi bo'ladi, xudo xolasa. Yaxshi bilaman, sizga bizani xalqqa aholini mehri tushgan. Siz bo'lmasangiz mehr etib qo'ying deyishdi. Xalqimizga mehri tushganini ko'rinmay qolsangiz savol berishadi. Orqangizdan opa ko'rinmayapti-ya, tinchmikinlar, sog'mikinlar degani bu katta baxt. Rahmat katta. Yakkasaroy tumanida fuqarolarning qabuli har hafta payshanba kuni grafik bo'yicha, ya'ni reja bo'yicha qilingan, lekin men u rejaga rostini aytaman, rioya qilmayman. Nimaga deganda fuqarolar to'planib qolmasin, muammolar ko'payib ketmasin degan ma'noda imkon qadar har kuni bittadan mahalla aylanib chiqaman. 21 ta mahalla bo'lsa tumanda 21 ta mahallani bir kun aylanaman-da. O'sha yerga borganimda agar mahalla raisi manda bir 10 tacha odam to'planib qoldi,
shularni qabulingizga desa, men o'sha mahalla idorasini o'zida qabulni o'tkazib kelaman. Aynan hokimiyatga yig'ish yoki xalq qabulxonasiga yig'ish emas. Bu ham bir shu yerda ham bir narsani o'ylaymanki, fuqaroga yurishga yoki borishga qulayroq sharoit bo'lishini tarafdorimiz ko'proq. Keyin agar o'sha mahalla oqsoqoli menda mana shunaqa muammolar yig'ildi desa, o'sha muammo kimga borib taqalsa, o'sha odamni o'zim bilan olishga harakat qilaman. Keyin bir xilda endi rostini aytaman, bir xilda ko'chada ketayotganda baribir fuqaro tanib qoladi, murojaat qiladi-da. Men sizni priyomingizga yozildim, hali qabulingizga tusha olmadim, hali kira olmadim deydi. Men aytaman, mana men sizni qabul qilyapman deyman-da. Menda juda ko'p shunaqa holat bo'ladi. Mana men sizni qabul qilyapman. Nimadan iborat qabulingiz ham? Mana shunaqa deb o'zini muammosini tushuntirib beradi. Keyin o'sha yerda o'zida yo telefon qilib chaqiraman, yoki men aytaman, bo'ldi, men sizni uyingizga boraman yoki o'sha aytgan joyingizga boraman deb joyiga chiqishga harakat qilaman. Hamda Yakkasaroy tumani matbuot xizmati doimiy ravishda bu fuqaro murojaati joyiga chiqib, hokim tomonidan o'rganildi yoki bartaraf qilingan bo'lsa, darrov bartaraf qilinganligi bo'yicha izoh bergan holda bizani o'zimizni Yakkasaroy tumani saytida yoritib boradi. Agar e'tibor bergan bo'lsangiz, bitta narsani aytdim. Fuqaro rozi bo'lishi kerak. Yurtboshimizning talablari fuqaroni rozi qil. Men shu yo'nalishda ishlayman deb har bir fuqaroning muammolarini eshitib, ular hal bo'ldimi keyin o'zingiz ko'rib naqd so'rayman. Men so'rayman. Mana shu fuqaro keluvdi, mana shunaqa murojaat qiluvdi, o'shani murojaati oxiriga yetdimi, yo'qmi deb so'rab olaman-da. O'sha so'raganimda men o'shanda qanoatlanaman. Agar shu odamning muammosi hal bo'lgan bo'lsa, ko'nglim taskin topadi.